Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholi turmush sharoitini yaxshilash, hududlarni obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Natijada shahar va tumanlarda zamonaviy infratuzilma shakllanib, aholining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan, Navbahor tumanida joylashgan Madaniyat va istirohat bog'ida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari buning yaqqol misolidir. Qayd etib o'tish joiz, ilgari ushbu hudud qarovsiz holatda bo'lib, yerlar sho'rlangan, deyarli hech kim kelmaydigan maskanga aylangan edi. Bugungi kunda esa ushbu manzil tubdan obod qilinib, keng ko'lamli bunyodkorlik va ko'kalamzorlashtirish ishlari natijasida zamonaviy, qulay va estetik jihatdan jozibador dam olish maskaniga aylantirildi. Navbahor tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2025-2026 yillar davomida Madaniyat va istirohat bog'ida keng ko'lamli qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. Xususan, ochiq byudjet dasturi doirasida moliyalashtirilib jami 4 milliard 500 million so'm mablag' yo'naltirildi. Amalga oshirilgan loyihalar 3 asosiy yo'nalishni qamrab oldi. Jumladan, zamonaviy talablarga mos mini futbol maydonchasi barpo etildi. Ushbu inshoot yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun keng imkoniyat yaratdi. Mana Navbahor tumanida 2026-yil Madaniyat istirohat hududida tashabbus byudjet hisobidan mini maydon qurildi. 20 ga 40 razmerda. Shunda mana bolajonlarimiz shug'ullanyapti. Murabbiylar yordamida shunaqa maydonlar Navbahorda ko'p joyda o'zi qurilib berilyapti. Yoshlarimiz unumli foydalanyapti. Inshaalloh maydonlardan men umid qilamanki, yaratilgan imkoniyatlardan mana shu yerdan yaxshi sportchilar chiqadi, yaxshi futbolchilar chiqadi deb umid qilaman. Bu yerga murabbiylar qo'yilgan. Masalan, birinchi sport maktabidan 3 ta murabbiy, futbol murabbiyimiz bor. 3 ta futbol murabbiyimiz ertalab soat 8 dan 10 gacha mashg'ulot o'tadi. Undan keyin soat 17:00 dan 19 gacha mashg'ulot o'tadi. Har doim stadion gavjum. Bolajonlar qiziqishyapti. Mana viloyat birinchiligi bo'ladi, tuman birinchiligi, viloyat birinchiligi, respublika birinchiligida borib natijaga erishyapti. Shu yil mana 2013-yil, 2014-yil bo'lgan o'smirlar o'rtasida viloyatda birinchi o'rinni egallab, respublikada tayyorgarlik ko'rilyapti. Nasib etsa respublikada ham yaxshi natijalar ko'rsatish niyatimiz bor. Bu hammasi yaratilgan imkoniyat va sharoitlardan deb o'ylaymiz. Men futbolga qiziqishimda mashhur futbolchilarni ko'rib, bu futbolga kirib kelganman. Oldinlari u katta stadionimizda o'ynaganimizda noqulay, notekis edi. Bu stadionimiz juda ham qulay. Futbolga 1 yildan beri kelayotgan bo'lsam, shu stadionda bo'lsak, hamma narsasi bor, o'rindiqlar, chiqindi tashlovchi joylar, hamma joy top-toza, toza havo. Men shu futbol bo'yicha oxirigacha borib, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishni niyat qilganman. Sport insonni chiniqishga hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois bu yerda nafaqat yoshlar, balki yoshi ulug'lar uchun ham sport maydonchasi barpo etildi. Bugungi kunda ushbu maydoncha sportga qiziqadigan, sog'lom turmush sharoitini o'zida shakllantiradigan kishilar bilan gavjum. Navoiy viloyati Navbahor tumanida tashabbusli byudjet hisobidan mana tashlang'ich holda turgan Madaniyat istirohat bog' hududida hozirgi kunda mini futbol maydoni hamda workout maydoni qurib foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda bu ikkita inshootda ham yoshlarimiz, qolaversa keksalar, xotin-qizlar, ayollar kecha kunduz tinimsiz mana shu sportni, mini futbol hamda workout sport turlari bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu yoshlarimizga kelajakda yaxshi natijalar berish hamda jinoyatchilikni oldini olish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida tashkil etilgan. Har bitta mana shu yoshlarga, masalan, kelajakka bir foydavor bo'ladi deb hisoblaymiz. Bu borada amalga oshirilayotgan tumanimizda bir qancha yaxshi ishlar, mana ko'p binolar, yaxshi inshootlar, sportga bo'lgan e'tibor, katta e'tibor bo'layotgani bu muhtaram prezidentimizni olib bo'layotgan islohotlar deb o'ylaymiz. Biz Navoiy viloyati Navbahor tumani sportchilari kelajakda yaxshi natijalar ko'rsatib, respublika musobaqalarida, qolaversa mana shu yil jahon chempionati chiqqan futbolchilarimizga bir qator futbolchilarni yetishtirib berishga va'da beramiz.
Bundan tashqari, buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiy haykali o'rnatildi. Mazkur haykal bog'ning ma'naviy qiyofasini boyitib, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, uzunligi 1000 metr bo'lgan piyodalar yo'laklari qurilib, fuqarolar uchun qulay sayr hududi yaratildi. Bolajonlar uchun esa ajoyib o'yingohlar barpo etildi. Bu esa ularga ota-onalari va do'stlari bilan mazza qilib o'ynab ketish imkoniyatini yaratdi. Mana bugun guvohi bo'lib turganingizdek, Navbahor tumanimizning markazida istirohat va madaniyat bog'i tashkil etilgan ekan. Bu yer avvallari tashlandi, bir ovloq joylar edi. Hozirda ko'rib turganingizdek juda shinam, bolajonlar uchun qulay sharoitlar, ekskursiyalar uchun sharoitlar, maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlarini bemalol ekskursiyalarga olib kelyapmiz. Tez-tez hozirda tashrif buyurib turibmiz. Qolaversa ota-onalar uchun ham juda qulay sharoitlar yaratilgan. Bo'sh vaqtlarda bemalol ota-onalar farzandlarini olib kelsalar bo'ladi. Bunday sharoitlarni yaratib bergan mas'ullar uchun tashakkur bildiramiz. Qolaversa barcha shu ishda jonbozlik ko'rsatganlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tumanimiz aholisi nomidan, ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bog' hududini yanada obod va jozibador maskanga aylantirish maqsadida keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Hududga turli manzarali va mevali daraxtlar, shuningdek rang-barang gul ko'chatlari ekildi. Jumladan akatsiya, dub, sasna kabi daraxtlar, shuningdek xrizantema, viola va siren gullari bog'ga o'zgacha ko'rk bag'ishladi. Ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun jami 105 milliondan ortiq mablag' sarflandi. Bundan tashqari, ko'chatlarning uzluksiz sug'orilishini ta'minlash maqsadida 300 million so'm evaziga artezian quduq va suv havzasi barpo etildi. Ushbu tizim yashil hududlarning uzoq muddat saqlanishiga xizmat qiladi. Umumiy hisobda ko'kalamzorlashtirish va suv ta'minoti uchun 400 milliondan ortiq mablag' yo'naltirildi. Navbahor tumani markazida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi madaniyat istirohat bog'imiz bugungi kunda juda ham bir shinam, odamlar bilan gavjum joyga aylandi. Bundan 2 yil oldin bu yerda to'g'risini aytish kerak, bir tashlandiq, oppoq sho'rlayotgan joy, birorta bir daraxt yo'q, birorta bir gul yo'q. Bir shunaqa bir fayzsiz joy edi, lekin mana so'nggi yillardagi e'tibor, o'sha aholini dam olishini tashkil etish bo'yicha qilingan o'sha tashabbusli harakatlar tufayli mana 2026-yilga kelib madaniyat istirohat bog'imiz juda bir fayzli joyga keldi. Bu yerda tashabbusli budjet mablag'lari hisobidan bolalar futbol o'yin uchun sun'iy qoplamali mini stadion qurildi, workout maydoni qurildi. Alisher Navoiy bobomizni o'sha hurmatlab, ehtiromlab haykal o'rnatildi. Juda ko'plab o'rindiqlar bu yerda. Juda bir noyob manzarali daraxt ko'chatlari, gul ko'chatlari o'rnatildi, ekildi. Bularni hammasi mana shu tuman aholisini o'sha maroqli dam olishi uchun, oila a'zolari bilan, do'stlari bilan kelib dam olishlari uchun sharoitlar qilindi desak to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari yo'laklar chiroyli holatga keltirildi. Bolalar o'yingohi, tungi yoritgichlar o'rnatildi. Kechki paytda ham bu yer juda ham gavjum. Ayniqsa mana hozir bahor mavsumi, bu yer dam olish uchun juda qulay fursat deb o'ylaymiz. Chunki bu yerdagi ekilgan gullar, umuman bu yerdagi holatdan insonni o'zi mazza qilib dam oladigan bir sharoitlar yaratildi. Mana shu so'nggi yillarda prezidentimizni aholini munosib dam olishlari uchun sharoit yaratish to'g'risidagi bergan o'sha ko'rsatmalariga asosan madaniyat istirohat bog'i ham mana shunday chiroyli holatga keldi. Xulosa o'rnida aytish joiz, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari hududlar qiyofasini tubdan o'zgartirib, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratishga xizmat qilmoqda. Ilgari qarovsiz bo'lgan maskanlarning bugun zamonaviy va obod hududga aylangani islohotlarning amaliy natijasidir. Eng muhimi, bunday o'zgarishlar fuqarolarning hayotdan mamnunligini oshirib, ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.